Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, mana bunaqa buqa va xunojin ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati 3 tumani Yorqo'rg'on bozoriga yetib kelamiz. Bu yerda olingan va sotilgan narx-navolarni olib berishga harakat qilamiz. Akalar, biz qo'llab-quvvatlab bittadan like tugmasini bosib qo'ying. Xohlasa bu yerda olingan va sotilgan buqalarni hammasini yoritib beramiz. Qani bo'lmasalar, akalar, bugungi videomizni boshladik. To'g'a qancha bo'ldi bular? 8,5 million so'mga akalar, mana shu tushdi. Bu chiqarish hozirga. Qancha bo'ldi? 32 million so'mga akalar, mana shu. Jupi barakasi bo'libdi. Ba'zi bir akalar buqash qo'yasiz, ba'zi bir akalar esa mana bunaqa o'zi qo'chqor sovliq ish qo'yasizlar. Qancha bo'ldi to'g'a? Qancha bo'ldi? 7 million 800 ming so'mga barakasi bo'pti akalar. Ana endi bu yerda ba'zi bir akalarimiz to'y ish qilasi bo'lishi mumkin. Hoji buva qancha bo'pti? Qancha bo'ldi tog'a bu? Ha, qancha qildi bozor? 10 million 500 ming so'mga akalar savdosi bo'pti. Ba'zi bir akalarimiz mana bunaqa qo'chqor ish qilasizlar akalar, qo'chqor sovliq. Tog'a qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 2 million 600 ming so'mdan akalar shu qo'zlarimizda barakasi bo'lsin. Manzilimiz Namangan viloyati 3 Yorqo'rg'on bozori. Buqa qancha bo'ldi tog'a? Qancha bo'ldi? 12 million so'mga barakasi. Arzon bo'pti lekin. Buqa qancha bo'ldi? 24 million. Bu katta buqa qancha bo'ldi? 30 million 600 bo'pti. Buqa qancha bo'ldi? Katta buqa. Qo'chqorlar qancha bo'ldi tog'a? 3 million 400 dan bo'pti. Bular qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Narxini eshitmadilar shekilli. Ana endi o'sha. Qancha bo'ldi tog'a? 15 million 600. Arzon bo'pti lekin. O, buqa qancha bo'ldi? Qancha? Narxini bilmas ekanlar, lekin havas qilganlar mana shunaqa buqadan kamida 15 tadan bo'lsin. Qancha bo'ldi tog'a? 26 million so'mga akalar barakasi bo'libdi buqamizda. Qancha bo'ldi bu? 11 million so'm. Nojinni barakasi bo'libdi akalar. Ana endi yana o'sha qo'zg'och chiqarish qo'zlarga. Qancha bo'ldi tog'a? 5 million 800 ming so'mga akalar barakasi bo'libdi qo'chqorcha. Tog'a qancha bo'ldi bular? Bo'ldi. Qancha bo'ldi tog'a? Qancha bo'ldi? 7 million 500 da. Kelar. Shu qo'yish hozlari uchun. Qancha bo'ldi tog'a? Narxini bilmas ekanlar. Qancha bo'ldi? Qancha? 3 million 100 mingdan barakasi bo'libdi akalar. Qancha bo'ldi aka? 3 million 100. Uchiqarish qo'zlari uchun akalar endi. Qancha bo'ldi hoji buva? Qancha bo'ldi? Tog'a qancha bo'ldi? 9 million 500 ming so'm. 9,5. Qancha bo'ldi qo'zlar tog'a? 62 bo'ldi og'ayni. 6 million 200 ming so'mga 31 dan barakasi bo'lib sariq qo'zlarimiz akalar. Ana endi o'sha buqoni lideri. Qancha bo'ldi? Bu qancha bo'ldi tog'a? Qancha bo'ldi? Larimiz bozor gavjum bo'lyapti rosa ham. Bozor avjiga chiqdi. Bu qancha bo'ldi tog'a? Tog'a qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Narxini eshitmadilar akamiz. Qancha bo'ldi aka? 62. 3 million 100 dan akalar barakasi bo'libdi. Qancha bo'ldi? 3 million 200 dan akalar. Narx-navo bozorda qo'zg'ochlarlar qimmat lekin. Bu qancha bo'ldi? Bu qancha bo'ldi tog'a? 66 ming so'mdan tarosiga bo'libdi akalar. 66 mingdan tarosiga. Qancha bo'ldi? 10 million 800 ming so'mga barakasi bo'lib qo'shlar. Arzon bo'libdi lekin shular. Qancha bo'ldi bular? 72 dan bo'ldi. 7 million 200 ming so'mdan akalar. Bir joyga hammasi. Qo'chqor qancha bo'ldi?
To'g'a, qancha bo'ldi? Narxini bilmas ekanlar akamiz. Qancha bo'ldi aka? 7 million so'mga akalar. Bo'lsa qo'chqorimiz barakasi o'qdi. Qancha bo'ldi aka? 11 million 700 ming so'mga shu jupi barakasi o'qdi. Qancha bo'ldi? To'g'a qancha bo'ldi? Narxini bilmas ekanlar. Qancha bo'ldi qo'chqor? 11 million so'mga akalar havas qildim degan akalarimiz bir dondan like tugmasini qizartirib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Qancha bo'ldi? Qancha? 5 million 600 ming so'mga barakasi bo'pti akalar. Bulasini qilib oladi. Ana endi o'sha qo'chqor dishqozlariga akalar. Qancha bo'ldi qo'chqor? Qancha bo'ldi aka? 6,5 mingga barakasi bo'pti. Akalar ana endi o'sha zot ishqozlari bor-ku. Metal deyishimi ko'pincha akalarimiz YouTube'da smetalligi deyshadi. Mana smetalda akalar. Asl yuzi. Bular demo bir qator obzorma beramiz. Qancha bo'ldi bular? Qancha bo'ldi tog'a? O qancha bo'ldi? Qancha? 3 million so'mmi? Tushdi akalar. Vana ishqibozlariga akalar. Havas qilganlar bittadan like tugmasi bor. Qancha bo'pti? Qancha bo'pti? 30 million. 31,5 akalar 31,5. Lekin o'sha buqoni lider. Zo'rani zotga havasga boqaman degan akalarimiz uchun. Buqaga havas qilganlarga bir donadan like bosib qo'yasiz, lekin buqoni liderini otdilar akamiz. Qancha bo'ldi? O, buqa qancha bo'ldi? To'g'a, qancha bo'pti? Bilmadingizmi? 35 million so'mga akalar barakasi bo'pti. Qancha bo'ldi? 16 million. Arzon bo'pti lekin akalar shu. Qancha bo'ldi to'g'a? Qancha bo'ldi to'g'a qo'chqorlar? 1700 akalar. Qancha bo'ldi bular? 5 million 700 dan bo'pti akalar. O qancha bo'ldi? 5 million 400 ming so'm akalar 4 dona qo'chqor. Hammasi. Qancha bo'ldi bular? Qancha bo'ldi tog'a? 13 million so'mga barakasi bo'pti. Buqalar qancha bo'ldi? Tog'a qancha bo'pti? Egasi yo'q ekan lekin akalar buqa zo'r. Qancha bo'ldi buqa? Buqa qancha bo'pti? Qancha bo'pti aka? O qancha bo'ldi? 6 million so'm, 18 million so'm. Cho'y ham sovliq ekan akalar. Ana endi o'sha buqani ishqibozlar uchun yana buqalarni chiqishda boshladi akalar. Bozorda akalar, bozordan olsangiz mana shunaqa suzunetisiz ko'p bo'ladi, lekin qancha bo'ldi buqa? 51. Jupa 51 bu birinchisi ekan akalar. 25 million 500 ming so'm mana. Qancha bo'ldi aka? Ha, qancha bo'ldi qo'chqor? 3 million 650 ga barakasi bo'pti. Akalar buqa ishqibozlari uchun qancha bo'ldi tog'a? 26 million 500 ming so'mga tarqilimiz baraka bo'pti. Ana endi o'sha bu yerda zot yo'nalishiga aka bu. Qancha bo'ldi bu? 7 million 600 ming so'mga akalar ona bolasi baraka bo'pti. Qancha bo'ldi qo'chqorlar? 6 million 500 ming so'm. Arzon bo'pti lekin. Qancha bo'ldi aka? 16 million 500 ming so'mga to'rttasi. O, buqa qancha bo'ldi? To'g'a buqa qancha bo'pti? Ya Shohidon bozor, Yorqo'rg'on bozori avjiga chiqdi. Qancha bo'ldi? Buqa qancha bo'ldi aka? 27 million so'mga barakasi bo'pti. Qancha bo'ldi? 9 million 700 ga 2 donasi akalar. Buqa qancha bo'ldi aka? Narxini akam Shokir akalar bermasin, lekin buqani ishqibozlar uchun akalar. Qancha bo'ldi aka? 3 million 600 ga barakasi bo'pti. Qancha bo'ldi bular? Qancha bo'ldi aka? O qancha bo'ldi? Targ'il qancha bo'pti? Qancha bo'pti aka?
31 bo'pti akalar, o'sha targ'ilib qo'yamiz. Qancha bo'ldi qo'chqor? 6 million 400 ga akalar, barakasi bo'pti. O qancha bo'ldi bu qo'y? 49 million so'm bo'pti akalar, barakasi. Hayda. Qancha bo'ldi aka? 4 million 500 ga ko'p qo'chqor, baraka bo'pti. Akalar, yana bu qo'y ishqibozlar uchun, yana bu qo'ylar. Go'shti bo'ldi. Go'sht. Qanish qozlariga bu qo'yni sotgani yomon ekan lekin. Qancha bo'ldi bu qo'y? Bu qo'y qancha bo'ldi aka? Bu qo'y qancha bo'pti? Narxini aytmadilar. Qancha bo'pti aka? Qancha? 23 million 300 ming so'mga akalar. Mana shu bu qo'yimiz baraka bo'pti. Aka qancha bo'ldi? Qancha bo'pti aka? Qancha bo'pti ular? 3 million 100 so'm akalar. Qancha bo'ldi? Tog'a qancha bo'ldi? Qancha narxini akalarimiz bilishmas ekan. Qancha bo'pti tog'a? O qancha bo'pti? Qancha bo'pti tog'a, bilmaymanmi? Akalar, Yorqo'g'on bozor juda ham avjim bo'lyapti. Eng arzon buqa va qo'y, savdolar hammasi shu yerda ular. Namangan bo'yicha katta bozor hisoblanadi. Shuning uchun hamma akalarimiz qirg'iz buqani hammasi ana shu yerda bo'ladi. Qancha bo'ldi aka qo'chqor? 5 million 200 ming so'mga barakasi bo'pti akalar. Yana buqa ishqibozlari uchun akalar. O buqa qancha bo'ldi? 23 million so'm. Qancha bo'ldi bunisi? 23 million so'm akalar, jupi. Ona bola qancha bo'ldi? 63 ga yetishmadi akalar. Ona bola. Qancha bo'ldi aka? 13 million 500 ga sotilmadi akalar, ikkitasi. Buqa qancha bo'ldi? 25 million 500 ming so'mga akalar. Ular kimdan ekan? Ular egasi yo'q ekan, lekin qo'chqorda ham o'sha lider shekilli akalar. Egalariga bo'lsa lekin bir qator narxlar olam, biri berishga harakat qilamiz. Yorqo'rg'on bozorlar akalar avjiga chiqdi. Qancha bo'ldi aka? Ona bola 5,5. Hop, Nariga 27 dan. 27 dan nariga akalar. Narxni olagalar, lekin qo'chqor arzon. Qancha bo'ldi aka? 11 million so'mga barakasi yo'q, 5,5 milliondan. Qancha bo'ldi qo'chqor, katta qo'chqor? 1200 so'm. Nasib qilsin degan akalarimiz bor, mana bunaqa buqadan hamida uyimizdagilar like bosgandan xonadonda 20 tadan bo'lishi nasib qilsin. Qancha bo'ldi tog'a? Narxini akamiz bilmas ekanlar, lekin o'sha buqani lider chempion ekan akalar. Tog'a qancha bo'ldi bu? 17 million 300. Arzon bo'pti lekin shu buqa. 17 million 300 ga akalar arzon ketibdi. Qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 31 dan akalar. Shuchtasi. Qancha bo'ldi aka? Va qancha bo'pti? Sir bo'lmasa, bilmas ekanlar narxini. Qancha bo'pti tog'a? Qancha bo'pti? Ikkitasi 7 million so'm chekkadaylar. Bular qancha bo'pti? 3 million 800 dan barakasi bo'pti akalar. Tog'a qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 7,5 million 8,5. 7,5 millionga 8,5 million lekin arzon bo'pti akalar. Arzon. Qancha bo'ldi aka? Narxini akamiz bilmas ekanlar lekin. Qancha bo'ldi aka? O bu 27 million so'mga arzon bo'pti lekin. Qancha bo'ldi bular? 10 million 500 ming so'mga akalar. Xolos qo'chqor. O qancha bo'ldi? 62 dan akalar. Qancha bo'ldi bular?
Buqa ishqibozlari uchankilar. Yana bir bor buqalar. Buqa qancha bo'ldi? Narxini bilmas ekanlar akamiz akalar. Qancha bo'ldi aka? 5 million so'mga arzon bo'pti. Uchiqarish qozlari uchun akalar. Bu qancha bo'ldi? 5,5 dan. 5 million 500 ming so'mdan uchiqarlar akalar. Bir joyga barakasi bo'pti. Qancha bo'pti aka? Qancha bo'pti? 3 million so'mga akalar barakasi bo'pti qo'zimizda. Bu qo'sh qozlar uchun. O qancha bo'ldi bu qo'la? Tog'a qancha bo'pti? Qancha bo'ldi aka? Bu qancha bo'pti? Akalar mana qo'zg'u chiqarish qozlari uchun. Qancha bo'ldi aka? Bu qancha bo'pti? Tog'a qancha bo'ldi? 30 million so'mga akalar 3 ta safarga 3 ta sariq qo'chqorlar. Akalar qo'zish qo'zi uchun. Qo'zi qancha bo'ldi? 2 million 300 ming so'mga akalar arzon qo'zi. Buqa qancha bo'ldi? Buqani liderlari deydi akalar. Qancha bo'ldi buqa? Narxini bilishmas aka. Aka qancha bo'ldi? 13 millionga aka, lekin arzon bo'pti 13 millionga. Tog'a qo'chqor qancha bo'ldi? 3 million 800 ming so'mga, lekin arzon bo'pti akalar. Qo'ydi tushungan akalarimiz o'zi biladi. Qancha bo'ldi aka? Narxini bilmas ekanlar akamiz. Bu qancha bo'ldi bular? Tog'a qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi tog'a? 32,5 mingdalari. Qancha bo'ldi? Unojin qancha bo'pti tog'a? 15 million so'mga arzon bo'pti akalar. O buqa qancha bo'ldi? Tog'a 18 million 500 ming so'mga buqamiz arzon ketibdi lekin. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 5 million 200 ming so'mga 2 donasi, baraka bo'ldi. O qancha bo'ldi? Qancha bo'pti tog'a? Qancha bo'ldi? 22 million so'mga onojim, baraka bo'ldi. Buqa qancha bo'ldi? Qancha bo'pti tog'a? 5 million 500. Akalar, videomiz davomida xato va kamchiliklar bo'ladigan savol nozil so'raymiz deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Akalar, kanalimizdan uzoqlashmang. Kanalimizga bir dondan like va obuna tugmasini bosib qo'yib kuzatib boring. Eng arzon narsa qo'zi qo'chqor va buqa xunojin desam, hammasi shu kanalda bo'ladi. Shuhrat